Assalomu Alaykum assalom, nima deyishdaman? Shu onam ma'muriy edi, senga bir chiqsam bo'ladimi? Onang qamatmoqchimidi? Ha, Yo, nima uchun qamattirmoqchisan ota-onangni? o'sha chakka qilib berishmayapti, senga Nima qamattirib olmoqchi. O'g'li qilib berishmayapti, senga qamattirib olmoqchi. Hatto onam masablariga tegib gap bilan yiqitdimi, keyin demoqchi edi. To'xtang. Birinchi bir oldin menga tushuntiring. Siz ota-onangiz qamatmoqchimisiz, o'ldirmoqchimisiz, yo'q qilmoqchimisiz, nima qilmoqchisiz? Shunga qarab sizga maslahat beraman. O'sha yuraklari siqilib, menisiga yetib, yuraklarini siqtirib, vafot ettirmoqchiman. Ha, yuragiga, qarochi kaza qilmoqchisiz onangiz, to'g'rimi? Ha, Dadangiz qanaqa qilib yo'q qilmoqchisiz? dadamni tuhmat qilib. Tuhmat qilib qamatmoqchimiz. Qanaqa tuhmat qilasiz dadangizga? Nima deb tuhmat qilasiz? U bola ana tushunsin deb Borga tikdingmi? Mana senga tikib olaymi zotidan sizni gapi. Uy joyda qimorga tikib olmoqchimisan? Senga yetarli tikib oldim. Xohlasang tiqor, xohlasang tikor. Aqling joyidami? Ota-onalar Aqlim joyida bo'ladimi? Men o'sha zakon chiqarsanglar, joridan qilsin demoqchi. Men shu ota-onaga bu degani ta'zir, zo'ravonlik qilmoqchi edim. Ota-onangga ta'zir, zo'ravonlik o'tkazmoqchimisan? Senga qamatib o'tkazmoqchi edim. Oqpadar bo'lasan, maylimi?